Zavqli kun. Burxon Sharopov O'zbekiston kino arboblari uyushmasi a'zosi, aktyor, rejissyor va teleboshlovchi. O'zbekiston televideniyasi va radiosi tarixida o'z izini qoldirgan 40 yildan ortiq ijodiy yo'l bosib o'tgan ustoz ijodkor. Turon Fanlar akademiyasi ta'sis etgan eng yaxshi xizmatlar uchun ko'krak nishoni sohibi. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Siz Burxon aka ko'rib turganimizdan, siz bilan bir davrada o'tirganimizdan to'g'risi biz shogirdlaringiz qatoridamiz, baxtlimiz. 40 yildan ortiq baribir, 40 yil deyapsiz-ku, lekin 40 yildan ortiq sohaga kirib kelishingiz. Ijodkorni o'sha qo'llab-quvvatlaydigan, ruhlantiradigan, ijod qilishiga undaydigan lekin baribir quruq gapga qorin to'ymaydi. Har doim e'tirof yetarli. Men birortasiga bir sim gapira olmayman. Hali hanuz meni haqimda yaxshi Allohga beadad shukur, men xursand bo'laman. Hattoki o'sha muhabbat kuychisi Anvar Sanafiy ham tekinga klip olib berganman. Hali hanuz hamma joyda gapiradi. Yaqinda ham Sanasarada konsert berganda ham ro'paramga kelib yig'lab yordi. Mana shu inson bir sim pulim yo'q, hali yaqinda ko'rsatuvlarda ham ko'p joylarda gapiradi. Ustoz dedi, yozaveradi, men bu joyda siz gapirdim. Qarasam hamma borgan intervyularda Burxon aka mana shu kungacha yetishimga, tekinga klip olib berib, mana shu kunga yetishimga Burxon aka sababchi bo'lganlar. O'zimcha xursand bo'laman. Allohga beadad shukur. Umringda baraka top deyman. Masalan, Bo'riya, Sharob Muqimov, Ozodbek Nazarbekov ham bor menimcha bu ro'yxatda. 1994-yil ular ichida o'sha Muhriddin Xoliqov iltimos qilmaganlar, taklif berganlar. 96-yilda biz do'st bo'lib kelganmiz. Keyin o'sha 1993-94-yilda biz doimiy uylarga borib yurgan Ozodbek nimani bugun respublika madaniyat vaziri, madaniyat vaziri. O'sha paytda Muhriddin Xoliqovga shogird tushib uylarda yurardi. Va ana shunda menga Muhri akam aytdilar, men salom yoshlar o'sha paytda endi kuchayib, va ko'chalarda Burxon Sharob, Michael Jeksonni bilmaysizlar-ku, lekin o'sha paytdagi bizlarni tengqurlar bilishadi bu narsa. Shu darajadagi bir nima deydi, populyarist ommalashganmanki, shunaqa ommalashib ketganmanki, Burxon Sharob, salom yoshlar. Shu ko'rsatuvga olib chiqib bir keyini tanitgan deganlarida, xo'p degan eshitganman ashulasini. Kelay yorim degan qo'shig'i bor. Shuni tez yig'ilinglar, kiyininglar, kiyim topinglar, boshqa qilinglar, harakat qilinglar, klip olamiz. Birdaniga o'sha kelay yori suhbat qilib, mana ko'rsatuv shu darajada bo'lardiki o'sha paytda. Bugun masalan ikkita xonanda chiqadigan bo'lsa, ikkalasini ham klipini olardim, suhbatini qilardim, montajni ertaga kech montaj qilib, keyin efirga berardim. Bugun hech kim bo'lmagan, hattoki o'sha gapga qo'shtirib gapira olmaydigan oddiy bir inson ertasi kuni yulduz bo'lib tug'iladi. O'sha Kelayordan keyin suhbat qildim va salom yoshlar ko'rsatib berganimdan keyin Ozodbek Nazarbek hamma tanib, shunaqa xonanda bor ekan, shunaqa ovoz bor ekan. Bundan maqtanaman ham. Albatta faxrlanaman, mag'rurlanaman. Anvar Sanayev, Ozodbek Nazarbekov va bu ro'yxatni ko'p desak bo'ladi. Ular orasida mana shunday bugun oddiy inson ertasi kuni efirga ketgandan keyin bir yulduzda, yulduz. Mana shu yulduzlikni boshqacha ta'sir qilib, ular havolanib qolib, sizni ham ranjitgan holatlari bo'lganmi, qaysi bir vaziyatda? Birortasida unaqa holat bo'lmagan. To'g'risini aytsam, mana o'sha 94-yildan hozirgacha biror marta meni ranjitmagan, lekin xabar ham olmaydi. Ochon aytib qo'yay. Mana shu gapni o'zi menimcha yetarli bo'ldi hozir. Anvar Sanayev doim, hattoki mana Bo'riya Sanjar Shodiyev uni kashf qilganman. Filmlar orqali ham ko'plab iste'dodlarni o'sha xalqga olib chiqqansiz, xalqga tanitgansiz, yangi aktyor, aktrisalarni kashf etgansiz. Zavqli kun.